kuchli me'mor bo'lish, arxitektor bo'lish naqadar haligi ulkan kasb. Masalan, hammaga ham beravermaydi u haligi geniy bo'lish kerakda odam. Ularda Italiyada oldindan qadimiy Rimdan rivojlanib kelgan me'morlar juda ham kuchli iste'dod sohiblari bor. Anoga Rossiyani tarixiga qarasangiz, faqat aytaveradi-ku, o yilda buni qilganmiz, bu yilda buni qilganmiz, imperiyamiz shunga erishgan deydi. Rossiyadagi, Moskvadagi, Kremlda aytasizmi, Krasnoy ploshadda aytasizmi, arxitektorlar, masalan, Sankt-Peterburgdagi Ermitajda aytasizmi, Dvorsoy ploshadda aytasizmi, Petergovda aytasizmi, Nevskiy prospektda aytasizmi, ularni hammasini italyanlar qurgan. Glavni arxitektorlar italyanlar bo'lgan. Qo'ysin. Mana senga tekin ishchi, mana senga pul, chunki Rossiyada krepostnoy rejim edi. Sen qurasan, javobgarlikni sen olasan, men pul senga. Hammasini italyanlar yoki fransuzlar keyingi qismlarni avtoriga qarab ko'rsangiz, hammasini yevropistlar qurgan qo'yiz. Birorta bir mashhur arxitektorning egasi rus odamni ko'rmaysiz. Pulga qurdirgan. Bugungi kunda ham xuddi shunday. Bugungi kungacha ham даже me'morchilik sohasida birinchi o'rinda yevropistlar. Даже Xitoyga qarasangiz ham kazo binolarning hammasini proyektori gollandlar. Dubay, Saudiya Arabistoni, Qatar qanday shinam binolar bor-ku, umuman uchramaydigan g'ayrioddiy binolarni qurib tashlayapti-ku. Ularni hammasi arxitektori Yevropada o'tirib animatsion shaklda chizadi, sinab ko'radi va proyekt sotadi. Masalan, Guangzhou Xitoydagi dunyodagi eng baland telebashnani avtori kim deb o'ylaysiz? Gollandiyalik oddiy bir er-xotin arxitektorlar. Proyektni yaratdi, sotdi, javob beradi. Ular o'tirib hamma narsani chizib chiqardi-da. Hali geniy odamlarda. Hozirgi kunda ham birinchi o'rinda turadigan butun dunyo bo'yicha gollandlar, fransuzlar, italyanlar, belgiylar, nemislar xuddi shunday. Yaqin Sharqdagi Manaman degan ularni avtorini ko'rsangiz, ularni hammasini proyektировать qilganlar, pulini olib, buni qurib bergan qo'yiz. Proyektni yaratganlar yevropistlar bo'ladi. Peterburgdagi boya mostlar, Troyskiy most, Dvorsoy most, Leytenant Shment ochiladi, yopiladi, legendarni ko'rsatadi. Ularni hammasi angliychalar qurgan. Italyanlar bittasini fransuzlar qurgan. Ruslarning o'zi faqat pul bo'lib ishlagan u yerda.